Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent Musaxiy vokzalimizdan Primoy, Krasnodar, Saratov, Volgograd yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Avtobuslarimiz ko'rib turibsizlar, zaryadka uskunalari bor, konsertli pechkalari bor, hamma sharoitlar yaxshi. 30 kilogacha yuklarni olib kelaverasizlar, yuklarga pul olinmaydi. Primoy Musaxiy yangi masjidda olmay yo'lga chiqib ketadi avtobuslarimiz. Mana hozir vatandoshlarimiz bir-birini joylab, o'tkazib yo'lga jo'natyapti. Qanaqa ekan avtobus? Yaxshimi? Qanaqa odamlar aytsa qilsa bo'ladimi? Yaxshimi? Pul olinmadi, mana ko'rsating akalari. Qanaqa? Gapiringlar, muammolar yo'qmi akalar? Bo'ldi. Ha, telefonlar zaryadga olib turibdi. Videolari bor. Aytgan puldan lishni olgan yo'q. Birinchi emas, bu yildan men qatnaymiz. Toshkent Musaxiydan Sog' salomat. Toshkent Musaxiydan Rossiyaning любой territoriyasiga ketaverasizlar. Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Kimga shunaqa avtobus xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekranda ishonch nomerlari ilmo qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.